Ikki xonali ikkinchi etajda joylashgan uylarimizda sotuvi juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi ikkinchi etajdagi uylar tezda sotilib ketadi. Bugun ham xuddi shunaqa uyimizda sotuvga kelganmiz. Kirib kelish eshik qismi. Kirib kelganimizda o'ng tomonda oshxonasi joylashgan. Duh konturli kotyollar qilingan ekan. Mana o'tirish uchun joylar qilingan. Kuxonli mebellari chiroyli o'rnatilgan ekan. Yonida sanuzel hojatxonasi. Remontlari yaxshi holatda turibdi. Birinchi xonamiz devorlari aboy qilingan ekan, konditsionerlar joylashtirilgan, mebellar bilan jihozlangan ekan. Uyimiz issiqqina turibdi. Bu yoqda balkon qismini ochib yuborib, mana shunaqa xona sifatida foydalanib turishibdi ekan egalari. Bu uy ichma-uch uy hisoblanadi. Bu ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Uyimizni manzili, birda yo'li hokimiyat va medkollejda o'rtalig'idan kirib kelinadi. Ikkinchi etaj, ikki xonali uy uchun egalari 450 million so'm pul so'rashyapti. Etaji ham juda ham yaxshi joyda joylashgan, lokatsiya ham juda ham yaxshi. Narxini savdosi bor, oxirgi narx emas. Yana kelishtirib olsanglar bo'ladi.